Shunaqa savol kelgan. Ilyos aka, jinsiy aloqa vaqtini uzaytirish uchun spreylardan foydalansam bo'ladimi? Zararli emasmi? Men o'zim ham mediada juda ham ko'p ko'raman. Bu savol juda ham ko'p keladi. Ya'ni lidokaindan foydalanib tez bo'shanishdan qutuling degan ma'nodagi roliklar juda ham ko'payib ketgan. To'g'ri, lidokain spreylar vaqtincha aloqa davomiyligini uzaytirishga yordam berishi mumkin, lekin tez bo'shanishga sabab bo'luvchi asl sabablar, ya'ni shamollash, uzoq vaqt onanizm bilan shug'ullanish va boshqa tez bo'shanishga sabab bo'luvchi omillarni bartaraf qilmaydi. Qolaversa, uzoq vaqt lidokain spreylardan foydalanadigan bo'lsangiz, bu teriga ham zararli ta'sir qiladi. Shu sababli tez bo'shanishdan butunlay, demak, qutulishga yordam bera olmaydi. Tez bo'shanishdan butunlay qutulmoqchi bo'lsangiz, buning uchun birinchi bo'lib tez bo'shanishga sabab bo'luvchi omillarni o'rganib, agar sizda shamollash sabab bo'lgan bo'lsa, shamollashni yo'qotish kerak. Agar uzoq vaqt onanizm tufayli tez bo'shanish kelib chiqqan bo'lsa, demak, ushbu sabablarni, ya'ni nevrologik sabablarni yo'qotib, undan keyin kuch-quvvatni oshirish va aloqa davomiyligini oshirish ustida ishlasak bo'ladi. Agar sizda ham tez bo'shanish muammosi bo'layotgan bo'lsa, hech qanday lidokain spreylarisiz, operatsiyalarsiz aloqa davomiyligini o'zingiz xohlagancha uzaytiradigan darajaga chiqishingizga yordam beramiz.